bitta. I'm gonna call you my sweet señorita. All you have to do is to be ready for some action now. All you have to do is to be ready for some action now. Uno, dos, cuatro. Are you ready? Hold it steady. Come to daddy. All you have to do is to be ready for some action now. All you have to do is to be ready for some action now. Onajonlar, rahmat. Charchab qolmadinglarmi? Qiziqarlimi? Qarsanglar bilan o'xshab qo'yamiz. Erta qahramon, rahmat. Endi nima qilamiz, bolajonlar? Kim vatan haqida she'r biladi? Vatan haqida bilasizmi she'r? She'r. Maktabda o'qiysizmi, bog'chaga borasizmi? Ham bilasan? Ha? Oqila bilasanmi? Bu tomonga o'ting. Keling. Oqila? Qanaqa she'r bilasiz? Qanaqa she'r? Ha? Qani eshitaylikchi? Kuz kelgani soz bo'ldi, omborlar nonga to'ldi, qishda shirin tatib ko'rgim chog' bo'ldi. Yashang. Qarsanglar bilan o'xshab. Kim vatan haqida biladi? Vatan haqida bilasizmi? Ha? Vatan haqida? Marhamat. Mening uchun sevma O'zbekiston tuprog'im ko'zimga aylab tutar. Necha vatanni yer osmon muqaddas tema daho. Yashang. Rahmat Farzona edi. Farzona xon singlimiz. Kim biladi yana she'r? Vatan haqida keling inson. Oyni askaraman yeniga. Men dadam yosh ko'rsa, o'zini ko'raman. To'g'ri. Vatan oiladan boshlanadi. Shuning uchun oyi va dada haqida she'r ketdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi bolajonlar bitta savol. Kim olma haqida biladi she'r? Hech kim bilmaydi. Olma haqida. Yo'qmi? Ha? She'r aytganlar, kelinglar. Bolajonlar, endi hozir demak, biz necha kishimiz? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kishi bo'lsak, arqon tortish o'yinini yaxshi ko'rasizlarmi? Ha? O'ynaymizmi? Sen tortib tasha. Ikkita katta yigitimiz, ikki tomonga bo'linamiz, komandalarni ajratamiz. Kelinglar, arqon tortib kelinglar. Bolajonlarimizga qiziqarli o'yin. Qiziqarli. Yiqil tushmasa bo'ldi. Husan, sen bu tomonga o't ukam, kel. 1 2 3 bu tomonga o'ting. 4 ta. Oqila o't. Bor. 1 2 3 4 ta. Ay, bu tomonga. Bor. Siz tomonga, bu tomonga. Kejon, yaqin. Ha, ana shunday. O'rta, o'tinglar, ushlaveramiz. Arqon tortish bilasizmi? Ham qizga Arqon tortish bilasizmi? Ha? Bilmaysizmi? Arqonni bu tomonga qarab tortasiz. Bo'ldi. Bu yoqqa qarab turing, bu yoqqa. Ana shuni ushlaymiz. Xo'p. Hammanglar bu tomonga qarab turasizlar. Farzona bu tomonga qarab turasizlar. Raqibga qarab. Voy, bu o'zlanamchi ko'pchiliklar.
Oho. Endi iloji bo'lsa mana shu kichkina bolajonlarimizni olib tursanglar yaxshi bo'ladi, chunki bular oyoq tagida qolib ketadi hozir. Yiqiladi. Ha? Bu nima bu? Olmami? Yiqilib tushmasa bo'ldi. Xo'p. Demak, tayyormi hamma? Yaqinroq kelinglar, bu yoqqa yaqinroq kelib olamiz. Yaqinroq. Kel Husan ukam. Yaqinroq kel. Ey, Husan. Alo. Tomonga. Ana shunday. Demak, sizlarga chizib qo'yib turing. Chizib mana shu oyoq bo'ladi. Husan, siz bunday turing. Ana shunday. Ha, mana shunday. Sizlarga oyoq bo'ladi. Husan, sen bu tomondan mana shu oyoqdan bu yoqqa o'tsang, sizlar yutqizasizlar. Agar bu komanda bu oyoqdan bu yoqqa o'tsa, bular yutqizadi. Ukam, sen kattasi bu tomonga kelib olgin, oldiga kel. Orqaroq surillasizlar, ana shunday. Oqila yaqinroq bo'l. Xo'p. Demak, ertak qahramonlari iloji boricha yordam bermaymiz. Bolajonlarimiz o'zlari o'ynashadi. Lekin mana shu kichkina bolajonlarga biz javob bermaymiz. Men aytdim, ogohlantirdim. Yiqilib tushsa bizdan emas. Demak, qo'yib yuboring buni. 1 2 DJ tayyormi? Бір секунд, ходим. Так, по персонажу. Следим за детьми, чтобы ничего не произошло, хорошо? Осторожненько. Xo'p. 1 2 7 ketdi tortamiz. Tortamiz. Qani bolajonlar. Tortamiz. Tortamiz. Rahmat, to'xtanglar. Hozir bu yerda kuchlar teng kelyapti. Shunday ekan bolajonlar yana bitta imkoniyat. Ertak qahramonlari endi aralashmaylikchi ham nima bo'lar ekan? Bolalar o'z